Soch to'kilishidan qiynalib yurganlar uchun qalampir munchoq yog'i, rozmarin yog'i va zaytun yog'i. Agarda shu 3 xil yog'larni bitta qilib haftasiga 3 martadan surtib massaj qiladigan bo'lsangiz, sochlaringizni jonlantiradi, to'kilishini oldini oladi. Tayyorlanishi qanaqa bo'ladi qaranglar. Rozmarin yog'idan yarimta qilib quyamiz. Shunaqangi idishga o'zi shu rozmarin yog'ini o'zini sursa bo'lmaydimi deyshadi. Yo'q, bu rozmarin yog'i o'zi bosh terisi uchun kuchlilik qiladi. Shuning uchun mumkin emas. Endi qalampir munchoq yog'idan nomiga ozgina qo'shiladi. Bu ham juda kuchli yog'. Ko'p qo'shilmaydi. Endi esa zaytun yog'idan qo'shib to'ldirib olamiz. Yaxshilab keyin aralashtirib, kechasi sochlarini ildiziga surtib massaj qilib qo'yamiz-da. Foydasini shu ikkinchi martasida sezasiz. Bu sinovdan o'tgan narsa. Biz shuni tayyorlab ko'pchilikka berganmiz. Effekti zo'r bo'lgani uchun mana endi sizlarga tavsiya qilib turibmiz. Endi soch to'kilib, kal bo'lib ketayotgan tanishinglar bo'lsa, agar jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz foydali bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu tayyori hozirda bizda sotuvda bor. Bemalol kelaverasizlar. Bizning manzilimiz Toshkent shahri Yunusobod dehqon bozor 494-joy. Shunga qarab kelaverasizlar.